Hürmetli zor şiritliler sizning avılga ikinci qıtlav selamida o'sha. Chunki tag'in bir avıldaşıгыз. Zor şiritli avılındagi mər'idöşe Mahmutov Rafael Ravilevich bugün 3 aprelda o'zining tug'an kunin belgilab o'tadi. Onu ixlosdan bizning topshiruv orqali turmush iptashi Maryam, uli İlyas, qizi Adila, atisi Ravil Ismailovich, anisi Najiya Idrisovna qutlilar. Bu tilaklarga shulayuq Samara shaharida yashovchi opalari, g'aylalari bilan qo'shilalar. Ir-otlar sentimental so'zlar yaratmaydilar. Tik biz yaratgan kishi bizning tug'an kunida yuragimizni to'dirgan so'zlarni aytmisha qola olabizmi? İstavna biz onu bik yaxshi bilamiz, ham onun bugün shoqti dulqinlanuын sezamiz. Yaratgan kishi biz. Bugun kalendarning eng motor datasi, o'zinchalikli kun. Sen bütün dünyani o'zingning barliqqa keluing bilan nurga ko'mgan kun. Birinchi shiratda ati-anini bu eskitkish voqea bilan qutlaymiz. Ham ularning ijod jimishlari uchun rahmat aytasim kelar. Muhabbatlarin olar seni tuğu bilan davom etdilar. Sende dunyoda eng motor sifatlarni tarbiyaladilar. Shunga ko'ra sen menim shunday aybat, motor, kuchli, aqlli ham yaratgan erim. Seni tug'an kuning bilan qutlaymiz, ham shunday o'q eskitkish ir-ot bo'lib qolishingni tilaymiz. Yaratgan erim, men sening yozmishimda barliqqa keluing bilan baxtli, ham hislarimizning o'zaro bo'lishina ishonaman. Baxtli ko'zlaring o'zing uchun sayli. Bizning munosabatlarni ideal etib qamillashtirasing kelar. Mana endi 12 yil davomida biz motor etib yashab kelamiz. Üstəvənə turmushimizni bizab 2 balamizni da o'stiramiz. Men seni menga yaratashaqman. Turmushimizning so'nggi kunlarına qadar to'g'riliq saqlarman. Ham har shaq yana shanda bo'lashaqman. Yaqinimiz bugun tug'an kuni qarshiladi to'lib shodlikqa. Ko'zlarimdan ko'ran bek baxtli bu turmushda oilasi borliqqa. Bir oramay tirish xizmat eda. Samarada topdi kasbin. Aşıqma sen turmush qurishib, Allah verir bizga nasibin. Unutma sen, eng muhimi yerda isen emin g'aylang, balalar, ati-ani, xotin, sobilaring senga baxt tilab qolalar. Qadrli Rafael Ravilevich, turmush iptashingiz Maryam, o'g'liz İlyas, qizigiz Adila, atiyigiz Ravil Ismailovich, aniyigiz Najiya Idrisovna ham Samara shaharida yashovchi opalaringiz g'aylalari bilan yo'llagan tilaklarga biz da qo'shilamiz. Ham Go'zal Urazova boshqaruvida siz yaratgan romoshqalar jirin bo'lak etamiz. Baxtli bo'ling'iz. Ромашкалар сөю шәшәгү, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата.
чәчәге ул, яқты бизәкләре болының, күргән сайын искә төшерәләр, рәхәтлеген бергә булының. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә, минем кебек мәхәббәт өчен, соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә, минем кебек мәхәббәт өчен, соңгы тажга кадәр көрәшә. Минем кебек мәхәббәт өчен, соңгы тажга кадәр көрәшә. Бүгенгегә тәмам, онытмагыз, элемтәләр өчен телефонны сез экраннарда күрәсез. Языгыз, шалтыратыгыз, якыннарыгыз үзләрен кадерле кешеләр итеп хис итсеннәр. Ә бүгенгегә сау булыгыз.